Xonadoni chiroyliligini qaraylik. Kichkina, komfortli, lekin juda fayzli. Hop. Chig'atoyga kelganmiz. Olmazor tumaniga 08 bir sotuga ozgina yetmaydigan sotuda joylashgan kichkina shinam va fayzli xonadonimizga ko'rib turganingizdek, bu xonadonimiz juda arzon va domma o'rniga hovli qilib qo'yaman deydiganlar bo'lsa, ular uchun zo'r variant hisoblanadi. Sababi narxi ham 2-3 xonali, hozirgi betonkani bo'yidan berayotgan domlar narxida shikalat. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolisa batafsil hamma uyga ma'lumotlarini to'liqligicha ko'rsatib, keyin bemalol narxiga mosmi yo'qmi, shunga qarab turib olsanglar bo'ladi. Mana bu bizani hovlimiz, asosiysi hovlimiz keng, bemalol bolalar uchun ham sharoitlar qilib, bitta oila uchun juda zo'r va komfortli hovli hisoblanadi. 3 xonadan iborat. Undan tashqari alohida bu yoqda oshxonamiz mebellari bilan hamma narsa bilan joylashib ketilgan. Santexnika, elektrika qismlari yaxshi holatda qilingan ekan. Do'q konturni katyolni ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu bizani hovli qismimiz. Hovli qismimizda bizada bitta sanuzel joylangan. Bu bizani asosiy kalitkadan kirib kelishimiz. To'g'ri, hovliga mashina bilan kelish imkoni yo'q. Asosiysi bu xonadonimizdan katta ko'chagacha, mana dushlari ko'ryapsizlar. Katta ko'chagacha 150 metrda chiqib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari Chig'atoy Kardinkani bilasizlar. Kardinkagacha 500 metr oraliqda ekan. Aniq faktlar bilan aytayapman, sababi kelayotganimda hozir hammasini ko'rib, hisob-kitob qilib keldim. Bu yoqda bizani mehmonxonamiz, mehmonxonamizni ham keng joy qoldirilgan. Endi menimcha 3 xonalikda men mehmonxonani o'zingiz uchun yashashga sharoit qilib, stol emas, bu yoqga divan kreslo qo'yib turib foydalanishni maslahat beraman. Bu yoqda bo'lsa bizani ketma-ketlikda ikkita yonma-yon xonalarimiz joylashtirilgan. Hozir oshxona qismini ham ko'rsatib o'taman. Xolodilnikimizni bu yoqqa olib chiqilgan, sababi kuxnyamizni mebel bilan to'lgani hisobiga xolodilnikimiz bu qismimizda turibdi. Oynalari katta, yop-yorug' qilingan. Registrlarni ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib radiatorlarini qo'yib qo'yganlar, hamma xonasida bor. Bu bizning yotoqxonamiz. Kelasizlar, faqatgina parda jihozlarni o'rnatib yuborsanglar bo'ldi. Qolganlari hammasi bu xolisi o'z o'rnida, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim kirib yashamagan xonadonimiz. Bunaqa kichkina joylarda oppoq qilib mana fasadlarni bo'yab qo'yganlar. Juda kenglik berib turadi, ya'ni bo'g'ib qo'ymaydi, chunki oqlik bilasizlar o'zi keng ko'rsatadigan rang hisoblanadi. Bu qismimizda mana oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda mana bemalol ayollarimiz uchun harakatlanishga sharoiti bor. Bu yoqda gaz qismimiz, ventilyatsiyasi yonida oynalari bilan qilib ketganlar. Bundan tashqari bu yoqda do'q konturli katyol, kir mashinagacha mana joylab qo'ygan ekanlar. Hop, xonadonimizni hammaga qiziq bo'ladigani narxi 3 xonali, 2 xonali domla puliga deyapman, 69 ming AQSh dollari deb baholanyapti. Yana egalariga telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa, bu narxi bizga chiroyli narx deb topdik, sababi bu yoqda 80 kvadratli joy. Hozir dom olaman desanglar ham 80 kvadratga 1000 dollardan kvadratiga to'laganinglarda ham 80 ming plus yana remontiga 20 mingdan oshiq pul tiqib olasizlar. Hozir pastda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilsanglar, xudo xolisa egalari bilan chiroyli narxda kelishib olsanglar bo'ladi.